Shunday bir rivoyat bor ekanda, boysinda boybo'ri boysarilar yashagan davrlarda boybo'ri bilan boysari boy ekanda ularning farzandlari ekan. Shunday bir voqea bo'ldi Alanning tarixida, ularning bilganlari shu boybo'ri bilan boysari Shohmardonga ziyoratga borishgan ekan. Ana vodiyga, Farg'onaga Shohmardon degan Shohmardon hammasi. Shu yerga borganda şurada namoz o'qib, shurda o'tganlarida tushlarda shunday vahiy kelgan ekanki, boybo'ri boy, sizga Allohim ikkita farzand ato qiladi. Bir o'g'il, bir qiz. O'g'lingni ismini Hakim deb qo'y, qizingni ismini Qadolashbek qo'y. Boysari sizga Allohim bitta qiz farzand uni barchuna qo'ying degan. Ular boshingga kelib, keyin farzandli bo'lgandan keyin endi qo'sh beshiklarda shu qo'sh bo'lib nima bo'lgan ekanda, keyin onalar shunday allayotgan ekan. Hakim ulim, og'rim badanov, Allayo Allah, karvonimda norim badanov, Allayo Allah, qandirochim sari badanov, Allayo Allah, ko'zginamning nuri balamov, Allayo Allah, bir chinoyim pari balamov, Allayo Allah, jannatlarning huri balamov, Allayo Allah, karvonimda norim balamov, Allayo Allah, karvonimda norim balaning, Allayo Allah. Shunday bir voqeada aytgim keldi, otimog'im. Shu meni qayta aytiraverdi. Men shunchalar agar asabiylashib qolganman, nimaga bunday qiladi? Uni qayta eshitgisi kelgan ekan. Shu tufayli men elda nazariga, xalqning birinchi prezidentimiz Islom Karimov otamiz nima deydi, nazarlariga tushib, shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Arsimonni 2022-yilda, ya'ni o'z qo'llari bilan shu dekabr oylari edi, hech esimdan chiqmaydi. 2002-yil